Assalomu alaykum Agruz kanali a'zolari. Bugun biz Andijon viloyatining Andijon qishloq xo'jalik institutiga yetib keldik. Bu yerda 10 gektarlik intensiv bog' ko'chatlarini qanday usulda payvandlash, qaysi vaqtda ishlov berish, qaysi vaqtda bularga shakl berish ishlarini hozir sizlarga mutaxassislar bilan tushuntirib boramiz. Mana hozir mutaxassislarning oldiga yetib keldik. Marpaga mevalarni payvandlash, shakl berishlarning asosiy vazifalari nimadan? Mevalarimizni asosiy shakl berish, mevani sun'iy usulda yoshartirish bo'ladi. Yoshartirish, mevalarni hosildorligini oshirish, yiriklashtirish, hosildorligini, meva sifatli meva beradi. Obreska qilganimizda. Bu obreska qilish vaqtlari sovuq kunlar o'tgandan keyin, urug'liklarni hammasiga shakl berish bo'lsa bo'laveradi. Danaklilarga iloji boricha qishki chilla deyiladi, 5-fevraldan keyin berish kerak. Danaklilarga, ayniqsa shoftoli bilan xurmo, sovuqqa chidamli sortlar bo'ladi. Danaklilar iloji boricha qishki chilla chiqqandan keyin hamma mevaga bersangiz bo'laveradi unaqa shaklda. Hozir asosan urug'liklarga beryapmiz bu shaklda. Urug'liklarga nimalar kiradi? Urug'liklarga olma, nok. Endi unaqa danaklilardan bor, ba'zi turlari bor, sovuqqa chidamli sortlari bo'ladi. Ularga ham bemalol bersangiz bo'laveradi. Unaqa dekabrdan boshlab bakim tutgandan keyin. Tushunali. Hozir bu shakl berish bu olma daraxtida ketyapti. Olma daraxtini asosiy necha yosh bu daraxtimiz? 5 yoshlar, 6 yoshlik olma daraxtlari. Bu olmalarga asosan gidr usulida shakl berish kerak, lekin bu simga taralgan teskari piramida degan usulda bu. Birinchi ko'rgan bo'lsang, aytdi birinchidan 1 metr mana qo'yasiz. Keyingisi bir unaqa bo'ladi. Mana shu simdan chiqib ketmasdan orasidan havo kiradigan qilib mana bir-biriga tegib qo'ygan bo'lsa, unasini olib tashlaysiz. Bu ko'chat bilan bu ko'chat orasi tegmash kerak. Unaqa aytdi. Kesganizdagi meva shoxlari deb qaradi. Meva shoxlardan bir-biriga xalaq bermaydigan, bir-biriga tegib turadigan bo'lsa, havo yurishini ham hisobiga olish kerak buni. Buni nima deyiladi? Bu endi tepa shoxlari ham polni qirqilarkan. O'silmaydi-da bular. Karlik usulda deyiladi-da bular, karlik. Hozir bularni ham tepa shoxlarini bemalol olib tashlasak bo'laveradi. Bunaqa bir-biriga yaqin bo'lib qolgan bo'lsa, iloji yo'q bittasini olib tashlaysiz. Meni qo'lim kelmayapti-yu. Tekis qo'ysangiz kesmaydi, bunaqa. Qiyrg'on kesiladi. Gradus ostida, 45 gradusda kessangiz, kesiladi osonroq. Hurmatli obunachilar, mana kesishda ham bir asosiy anaqa ozgina anaqasi mana 45 gradusda kesilargan. Qaychini to'liq o'tkazib olib, mana 45 gradusda. Bir-birini orasidan havo yurish kerak ekan. Mana intensiv bog'larda bir-biriga xalaqit bermash kerak ekan. Keyin bu nima qiladi? Yakka simga taraladiganlar bo'ladi. Ko'p litrli bo'ladi. Har bitta simga 1 yildan shoxni yotkizdiriladi. Yotkizganingizdan keyin o'rtasida mana ko'p novdalar chiqadi mashina. Oralatib, uni ham quyoshtiradigan qilsangiz, yana ham bundan ko'ra effekti yaxshi, keyin obreska qilish ham oson bo'ladi uni. Meva ham juda sifatli, unaqa tepaga shotib qo'ymasdan qo'lda terib ketaverasiz. Haqiqiy intensiv bog' bo'lar ekanda. Bunday qo'ymasdan qo'lim kelib qoldi. Maytdan olingda, kesganingizda ham aytdi. Lekin bilan bodamni kosasimon, iloji boricha kosasimon shakl beriladi. Quyoshni yaxshi ko'radi-ku ikkalasi ham. Bodam bilan gilos. Bodam bilan shoftoli. O'rtasini ochib qo'ysangiz, kosasimon bo'ladi u. Quyosh ko'proq o'ziga iste'mol qiladi-da. Quyosh ko'p yaxshi ko'radigan o'simlik turi. Bodam bilan shoftoliga kosasimon shakl beriladi. Tushunarli. Maribdaga mana bizni xalqimizda hammaning uyida 4-5 ta mevalari bor. O'rik, olma, shaftoli, gilos bolalar uchun kompot qilgancha ekiladi. Uyda shakl berish, qanday ekilish usullari haqida ozgina ma'lumot berib qo'ysangiz. Uyda shakl berishimizning asosiy maqsadi. Endi sekin-sekin kirib kelyapti, obreska oldin yo'q bo'lgan. Eski zamonda shoftollarni 4 yillik unaqa beradi, yashaydi, keyin qurib ketadi degan. Lekin shakl bersangiz 20 yil, 30 yil meva beradi ular ham. Mevalarni shakl berib tursangiz, yoshartirasiz ekanda, yilini cho'zib. Uning usuli yoshartirish deganda obreska degan.
qisqartirib. Hurmatli obunachilar, mana uydagi mevalarni, danayli mevalar quyosh nurini yaxshi iste'mol qilgani uchun quyosh tomonga ko'proq danayli ko'chatlar ekilargan. Shaftoli, o'rik, Bodam. salqin joylarga olma, Bular hammasi ham qo'shib o'rishi iloji yo'q. Yani qishloq sharoitimizda qo'shni salqin joy bor, issiqroq joy bor. bo'ladi. Tushunarli. Hurmatli kanal a'zolari, hozir Ma'rif akami bir komandasi Andijon viloyatida, yana bir komandasi Toshkent viloyatida shunaqa shakl berish ishlarini olib borilyapti ekan. Shunaqa katta bog'i bor akalarimizga, ukalarimizga shakl berish kerak bo'lsa, telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, xudo xohlasa chiroyli qilib mevalaringga chiroyli shakl berib, serhosil, serdaromad qilib beradi xudo xohlasa.